Bugun sizlar bilan dekabris gulimizni ekamiz. Hamma o'sha bilgan, tanigan qishda gullaydigan dekabrisimiz. Dekabrislar asosan faqat qishda gullaydi, bahorda va yozda dam oladi. Dekabrisimizning ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Juda ham chiroyli, ildizlari sog'lom. Endi gullashni boshlagan. Tuyagimizni har doimgidek ekishga keladigan bo'lsa, tuyagimizdan teganda doim birinchi o'rinda teshib olamiz. Keyin qiladigan ishimiz bu pokeydan foydalanamiz yoki keramzit. Biz hozirda pokeygimiz bor, shu pokeydan foydalanamiz. Pokey olamiz. Drenaj qismini asosan 2-3 sm qilamiz va uni ustidan o'zimiz o'sha gruntimizdan sug'olamiz. Tagiga gruntni sug'olgandan keyin shunaqa ko'rinishda bo'ladi va gulimizni qo'yib olamiz. G'unchalarini ko'rasizlarmi? Qanaqa chiroyli, go'zal gulimiz endi gullashni boshlayapti. Atroflariga shunaqa to'rflarni sug'olib sekin ekamiz, gulga zarar bermasdan. Atroflariga tuprog'imizni sug'olib, yaxshilab bosib ekamiz. Bosib eksa shunda ildizlariga skvoznak, ya'ni shamol kirmasdan yaxshi o'sadi. Agar shunaqa bosib ekilmasa, gulimizga, ildiziga zarar yetadi. Drenaj nimaga qilamiz? Drenaj bu bizga ko'p suv sug'orsak, ko'p suv sug'organda o'sha ma'lum bir qismi, ya'ni oshiqchasi chiqib ketishi uchun va tagida suv turib qolmasligi uchun drenaj qilamiz. Dekabris gulimizni parvarishi juda ham qiyin emas, juda ham oson. Suvini vaqtida berib, suvini berishimiz qish paytida haftasiga bir marta, 10 kunda bir marta to'g'ri keladi. Yoz kunlarida bo'lsa har 2 kun, 3 kunda bir marta suv quyamiz. G'unchalar yana ham tezroq va chiroyli katta bo'lib ochilishi uchun, guli uzoqroq turishi uchun monokaliy fosfatdan foydalanamiz. Ekib bo'lgandan keyin bunga monokaliy fosfatni 1 grammini 1 litr suvga aralashtirib, monokaliy fosfat berib olamiz. Ekib bo'lgandan keyin gulimizga suv berishimiz zarur. Suv berish kerak bo'ladi, chunki ildizlari yaxshi tuyaning ichida yoyilib o'sishi uchun suv berishimiz shart. Shunaqa tayyor gruntlar, dorilar yoki gullar kerak bo'lsa, chiroyli go'zal gullar kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. O'sha nomerlar bilan bog'lanib, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Viloyatlarga pochta orqali chiqarib beramiz. Mana gulimizdan ekib bo'ldi. Gulimiz tayyor holatga keldi.